هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم aziz muhtaram musulmon qarindoshlarimiz. Biz oldingi darsimizda ilm to'g'risida qisqacha tushunchalarni berib o'tganmiz. Biz ham shu darsimizning davomi sifatida ilmning fazilati va ilm ahlining fazilati to'g'risida ham bu darsimizda qisqacha tushunchalarni berib o'tmoqchimiz. Hurmatli qarindoshlarimiz, hammamizga ayonki bütün dünya Müslümanları, şu cümleden Uygur Müslümanları bugünkü devrede bir yolunun açılığı duch kelib qoldi. Yani bir yolunun egimisiga duch kelib qoldi. Ahvolimiz bütün dünya miqyosida bir xil tariqada ketyapti. Bunun bundaq bo'lishidagi sabab balkim bu Allohning bizga bergan cho'ng imtihon va sinoqlar ham bo'lishi mumkin. Shuning bilan birga biz qandaq bir yo'lda mangmayli, qandaq bir ishlarni qilmayli, qandaq bir ishlar bilan mashg'ul bo'lmayli, biz shu ishga nisbatan ilmiy va moddiy tayyorlik va bizni shu ishga yetaklaydigan ahli ilm, ustoz peshvolining to'g'ri rahbarlik va yetakchiligidan biz o'zimizning chiqish yo'limizni, o'zimizning izzat va shon sharafga erishadigan yo'limizni ayırıp düşünsek hatalaşkan bo'lamiz. Çünkü biz özümüzün baxt-saodatini, özümüzün haqiqiy izzat ve şanı şevkitini İslam dinidan ayırıp turib qo'lga keltirmoqchi bo'lganimizda biz asla maqsadimizga yetolmaymiz. Asla biz haqiqiy hur, haqiqiy izzatlik bo'lgan musulmonlardan bo'la olishimizda tayin. Şunun için biz en avval oldingi darsimizning o'zida bir musulmon bo'lish salohiyati bilan nima bilan musulmon bo'ladi, nima bilan islomdan chiqib ketib qoladi. Musulmon bo'lgan ekan nima ish qilish kerak? Buning aloqador qisqacha tushunchalarni bergan bo'lsak, biz ham bu darsimizda ilmning va ilm egallashning fazilati va ilm ahlilarining fazilati to'g'risida ham o'zimizning darsini davomlashtiramiz. Ulug' Rabbimiz Allah Subhanahu va Taala va taqaddas Estaizu billah Sura Ali Imronning ichida, ya'ni Sura Ali Imronninki aytavur 18-oyati bo'lsa kerak. Allah Subhanahu va Taala shunday deydi: Shahidallohu annahu la ilaha illa huwa vel malaikatu ve ulul ilmi qa'iman bil qist. Huvallahu la ilaha illa huvel azizul hakim. Allah Teala mana bu ayetning o'zida shahidallohu annahu la ilaha illa huve. Allah Subhanahu va Taala adillik bilan turib, o'zidan boshqa hech bir ilohning yo'qligiga guvohlik berdi. Va farishtalar va ilm ahlilarmi Allohdan boshqa hech bir ilohning yo'qligiga guvohlik berdi. O Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah galiptir ve hikmet olan iş kılgıçıdır. Mana bu ayetin özüde Ulug' Rabbimiz Allah Subhanahu ve Taala ve Tekaddes özüge farishtalarga bo'lsa ilm ahlilarini atbi qilib chetib keltirib qo'ydi. Vel malaikatu ve ulul ilm. Farishtalar ve ilm ahlilari yeryüzüde Allah'tan başka hiçbir ilahның yo'qligiga guvohlik berdi degan ibora bilan Allah Taala mana bu oyatning o'zida o'ziga farishtalarni ham ilm ahlilarini bir-biriga chetib keltirdi. Buningda shuni ko'rib olishga bo'layotganki,
ilim ehlinin mertebesinin, ilimning mertebesinin ve ilimning faziletinin ne kadar yuqurliqini. Ama bu faziletlik bo'ladigan ilimning çoqum Allah'ını biladigan, Allah'ın dinini biladigan, Allah'ın peygamberini hem bilishga aloqador bo'lgan ilim ekanligida. Mana har qanday sharoitning o'zida o'zining Rabbini tunimagan ve o'zining Rabbini tunishga asos bo'lmagan ilim bu vaqtlik ilim. Bu bir puchak ilim bu. Şununla ulug' Rabbimiz Allah subhanahu ve taala ve taqaddas yana bir oyatning o'zida Sura Zumarda "Qul hal yastavillazina ya'lamun vallazina la ya'lamun." Ayting ey Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar barabar bo'ladimi? Bo'lmaydi. Şu sebepten Peygamber aleyhissalatu vesselam o'zining bir mübarek hadisida olimlarni kishilar kechida yo'l tepib mangadigan uning shu ayni davrining o'zida shu yulduzga qarab turib, ha biz ma yo'nalishga ketib o'tib qoldik, ma yo'lda ekanmiz deb dengiz bo'ylarida, kech qorong'uliklarda kishilarning yo'l tepib minish uchun mana ularga yo'l ko'rsatib turadigan yulduzga o'xshatganligini. Agar shu yulduz o'ssa, kishilarning qaymoqib yo'l topolmayotganligini Payg'ambar alayhissalatu vasallam o'zining yana bir hadisida nayt aniq, nayt ro'shan o'tirib qo'ygan. Biz gapimizni shu yana tushuntirib o'tamizki, bu gapimizda asosan mana bu oyatlar bizga shu narsani tushuntirib o'tadi. Yana ilm ahllarining bo'libmi Allohning dinini, İslam haqiqatini ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның sünneti ve talimatını bilishga yetaklaydigan ilim ahlilarının mertebesinin, bularning faziletinin ne kadar yuqorligi mana bu oyatning o'zida ve bu oyatda o'tirib qo'yilayotgan mazmunning o'zida sizlar bizga shundoq aniq konkretlashtirilib o'tadi. Hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu rivoyat qilingan bir hadisda عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. Mana bu Evsat degan kitobning o'zida bayon qilingan hadisdir. Payg'ambar alayhissalatu vasallamning mana bu bayonotida Huzayfa shundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom menga shundoq dediki, ilmning fazilati ibadatning fazilatidan yaxshidir. Sizlarning diningizning eng yaxshirog'i bo'lsa taqvolikdir. Amaliyotda bir insonning to'g'ri bo'lgan bir g'oya, to'g'ri bo'lgan bir nishon, to'g'ri bo'lgan bir muddao, maqsad bilan qandoq ilm egallasin, islom ummatiga foydali, musulmonlarga foydali, yer sharini ilohiy qonuniyat va prinsip ostida gullantirishga ham munosabatlik bo'lgan ilmning o'zining ajr birlatgan, şu ilimni egallashning, o'rganishning ajr birlatgan bir amal ekanligi hammamizga ayon va oydin bo'lgan bir masala. Ammo masala shu yerdiki, Payg'ambar alayhissalatu vasallam da'vatidir. Şu ilimning amaliyati ilm egallashning bir katta ibodat ekanligi hammamizga oydin. Lekin Payg'ambar alayhissalom ilimning fazilati ibodatning fazilatidan yaxshi. Nimishqa? Çünkü bir adam bir ibadetini qilib o'tib qarg'ulacha, hissiyat bilan na ibadatning shar'iy o'rni, prinsipini bilmasdan qilgan ibodatdan mana qanday bo'lsin, kichik qilsimi, oz qilsimi bilib qilgan, tushunib qilgan, anqirib qilgan mana bu ibadatning muhimligiga ko'rsatilyapti. Shunga Payg'ambar alayhissalatu vasallam bu ilm ahli va ilm elishning haqiqatan fazilatiga aloqador ko'plagan hadislarda zo'r ishoratlarni Payg'ambar alayhissalatu vasallam qilib o'tgan. Hatto Payg'ambar alayhissalatu vasallam yana bir hadisning o'zida Abi Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadis, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq bayon qilayotganki, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallohu lahu tariqal jannah." Bu Tirmiziyning hadisi. Payg'ambar alayhissalom shundoq deydi: bir odam ilm talab qilib bir yo'lda mangan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo va taqaddas mana bu kishining o'ziga jannatning yo'lini o'ngaylashtirib beradi dedi. Yana Payg'ambar alayhissalatu vasallam: "Man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarja." Bir odam ilm talab qilish yo'liga kirgan bo'lsa, ilm talab qilib bir yo'lga chiqqan bo'lsa,
bu kishi ta shu ilm talab qiladigan so'rindan, shu maydondan qaytganga qadar bu kishi Allohning yo'lida bo'lgan bo'ladi dedi. Mana bu ilmning fazilati. Mana bu ilmning fazilatiga aloqador bo'lgan mazmunlar. Shu sababdan yana payg'ambar alayhisolatu vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan bir hadisda shundoq bir haqiqatni o'tirib qo'ydi. Ughdu aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban fala takunul khamisa fatahlak. Sen İslam ümmetiga, musulmonlarga dinni o'rgatadigan, dinni yetkazadigan va din orqali ularga rahbarlik va yetakchilik qiladigan olim bo'l. Yoki bo'lmasa sen shu olimlarning so'riniga berib, ulardan dinni o'rgangichi bo'l. Diniy nuqtalarda diniy ilmiy tushunchalarini o'stirishga tirishadiganlardan bo'l. Yoki sen shu olimlarning so'rinida o'tirib, haqni anglab, şunun amal qiluvchidan bo'l. Yoki olimlarni va ilm ahlini ilmni ham so'yguchidan bo'l. 5-inchisi bo'lib qolma. 5-inchisi bo'lib qolsang, halok bo'lsa, vayron bo'lsa dedi payg'ambar alayhisolatu vasallam. Mana bu 5-inchisi bo'lsa, antabghudal ilma va ahla. Ilm va ilm ahlining o'zini o'skiradigan bo'lishing, mana bu seni halokatga boshlayotgan yo'l. Bu Imom Tirmiziyning hadisi. Ani biz mushahidasiga va mushahidasida bayon qilingan mazmunga qaraydigan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizni bizni mana bu ilmning fazilatiga va ilm egallashning zurriyatiga zo'r deb chaqiriq qilyapti. Ammo bu ilm cho'qim dinimiz, islomimiz, e'tiqodimiz, musulmonligimiz va buni gullantirishga aloqador bo'lgan ilm bo'lishi. Hem biz egallayotgan har qanday bir ilm Allohning dinini oliy qilishga, musulmonlarni izzat va sha'ni shavkatga erishtirishga, musulmonlarga xizmat qilishga va ilohiy qonun prinsip ostida yer sharini obodlashtirishga munosabatlik bo'lgan ilm bo'lishi kerak. Agar biz bu tunishdan, bu tushunchadan, bu aqidadan ayrilib turib, biz islomiy ideya va e'tiqoddan ayrilib turib, faqat o'zimizning shaxsiy g'arizi va shaxsiy muddaosi bilan ilm egallayotgan sho'lab qolsa, u holda holimiz taxmichilishdi bo'ladi. Hatto payg'ambar alayhisolatu vasallam man ta'allama al-ilma li ghayrillah aw arada bihi ghayrallah falyatabawwa maq'adahu minan nar payg'ambar alayhisalom. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu hadisida kim ilmni Allohning g'ayri uchun o'rgangan bo'lsa, o'zining shaxsiy manfaati uchun, shaxsiy g'arazi uchun, namataq obro'y manfaati uchun agar bu ilmni egallagan bo'lsa, dunyodagi vaqtliq o'zining jinini baqish uchun, qo'saqonini to'yg'izash uchun, ammo to'g'ri, biz endi shu ilmning o'zi faqat jon baqishning dasmoyisini bo'lib qolmaslik kerak. Birinchi g'oya Allohning diniga tuhfa qo'shish, birinchi g'oya Allohni rozi qilish, birinchi g'oya musulmonlarga xizmat qilish, birinchi g'oya yer shari ilohiy qonun prinsip ostida islom uchun xizmat qilish bo'lishi kerak. Anamdekin endi bizningki shu ilmning sababi bilan turmushimizning yaxshi o'tishi, ilmning sababi bilan namataq shasharab qaznib qilishlarimiz, ilmning sababi bilan yaxshi bir turmushga erishib qilishlarimiz o qo'shimcha, ammo asos g'oya emas, u bir vosita. Biz mana bu hayotimizni bu şekilde ham davomlashtirishimiz kerak. Agar bizning birdan-bir ilm elishdagi g'oyamiz, ilm o'rganishdagi maqsadimiz, muddaoyimiz faqat Allohning g'ayri bo'lib qolsa, Allah rızasının gayrida maqsad muddao ko'nglimizga pukilib qolsa, u holda Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның yuqorqi hadisida o'tirib qo'ygan fal yatabawwa maq'adahu minan nar, o'zining o'rnini dozaqdan tayyorlasin degan mana bu hadisning talabiga tushib qolgan bo'lamiz. Shuning uchun mana Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karim orqali bu ilm ahlining davomli tafakkur qiladigan, davomli izlanadigan, davomli fikr qiladigan ana shunday kishilar ekanligiga ham ulug' Rabbimiz yana sura Ankabutda alayda to'xtalgan. Deganki, tilkal amsalu nadribuha lin-nas va ma ya'qiluha illa al-alimun. Biz kishilarga shunchalar misollarni bayon qilib o'tamiz. Ammo bu misollarni haqiqiy olimlardan boshqalari buningda aql yurgizib, fikr tafakkur qilib, buni tigiga olimdan boshqalar yetanmaydi dedi. Alloh taolo mana bu oyat orqali shunchalar Alloh o'tirib qo'ygan qissalar, Allah o'tirib qo'ygan vaqaliklar, Allah o'tirib qo'ygan misollarni
faqat alim bo'lgan kishilarlar uning tagiga yetalaydiganligi. Alim bo'lgan chaqdalar mana bu Allohning bu Qur'oni Karimda o'tirib qo'ygan misollardagi maqsadni tushuna oladiganligi va shundaqla alim bo'lgan chaqdalar har bir masalada to'g'ri fikr tafakkur qila oladiganligidan iborat bir haqiqat o'tirib qo'yilyapti. Ama bizning egallayotgan ilmimiz, bizning o'rganganimiz cho'qim Allohni tunishqa, Allohning dinini tunishqa, payg'ambar va payg'ambarning sunnatini tunishqa va bu asosida biz cho'qim Alloh va Allohning diniga sodiq bo'lib yo'l tutib minishimizga to'tkilik rol o'ynaydigan bo'lish kerak. Bunga sababkorlik rol o'ynaydigan bo'lish kerak. Bizning ilmimiz kundan-kunga kuchaygan sari, bizning tushunchalarimiz taraqqiy qilgan sari, bizning Alloh bilan bo'lgan aloqa munosabatimiz quyuqlashib, bizning ilmimiz bizning Allohdan qo'rqishimizga, bizning taqvodor bir insonga aylanishimizga asos bo'lish kerak. Shunga Alloh taolo Qur'oni Karimda innama yaxshalloha min ibadihil ulama. Alloh subhanahu va taolodan Allohning olim bandalariga qo'rqadi dedi. Bu yerda deyilayotgan alim banda onun ilmi hidoyatning asosi, onun ilmi hikmatning asosi, onun ilmi Alloh bilan bo'lgan aloqa munosabatni quyuqlashtirishning asosi, onun ilmi Allohning diniga sodiq bo'lishning asosi, onun ilmi islom ummati va uning dardi g'amida puchunmaydigan bu yurakka ega bo'lishning asosi bo'lgan ilm bu. Faqat nazariy tushuncha, nazariy tunishga egolab qo'ygan emas. İlim zihniyatida saqlangan, ammo qalbida hidoyat sharobini ichishga asos bo'lanmagan ilm emas. Shuning uchun innama yaxshalloha min ibadihil ulama. Cho'qim bu yerda Allohdan qo'rqadigan ulamo bo'lish uchun biz har vaqt har qanday bir ilmning o'zini to'g'ri g'oya, to'g'ri nishon, to'g'ri maqsad, to'g'ri muddo bilan egallab, aningdan Alloh subhanahu va taolo va taqaddasdan bizning bu ilmimizni cho'qim islom ummati uchun, musulmonlar uchun manfaatli bo'lgan bir ilmga aylantirib turishni davomli turda tilishimiz kerak. Shunda bo'lgan chaqda Allah subhanahu va taolo sura Mujadalaning 11-oyatida o'tirib qo'ygan yarfa'illohu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat vallohu bima ta'maluna xabira. Allah subhanahu va taolo sizlarning ichinglardan haqiqiy iymon etgan va ilm berilgan kishilarning darajasini Allah yuqori qiladi, ustun qiladi. Allah sizlarning qilgan butun qilmish etmish faoliyat mashg'ulotlaridan xabardor degan mana bu oyatdagi Allah darajasini yuqori qiladigan mana bu ilm ahlilaridan bo'la olamiz. Allah taolo mana bu oyatda haqiqiy iymonli insonlar bilan ilm berilgan kishilarning darajasini yuqori qilganligini o'tirib qo'ydi. Bularning darajasi yuqori qilindi dedi. Bularning darajasi yuksaltirildi dedi. Allah taolo har bir ilm ahlini mana shundaq darajasi ham Allohning huzurida yuqori bo'lgan, dunyoda ham emas, Allohning huzur darajasi yuqori bo'lgan. Nima sababdan? Allohning diniga sodiq bo'lganligi sababdan. Nima sababdan? Allohning ko'rsatmalariga, yo'l yo'riq prinsiplarini ijro qilishga sodiq bo'lgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnati va ta'limoti asosida o'zining yo'lini qalblaştirishga har vaqt tayyor turgan. Mana shundaq olim bo'lishga sabab bo'lgan ilm. Bu sebep bilen Allah Teala mana bularning darajasini Allah yuqori qiladi. Bularning darajasini Allah yuqori qiladi. Shuning uchun aziz birodarlarimiz, mana Allah subhanahu va taolo va taqaddas yana bir oyatning o'zida mushu ilm ahlilariga payg'ambar va payg'ambarining izbosari bo'lgan, ummatga har zaman Qur'on hadis bilan yetakchilik qiladigan, ish egilari bo'lgan kishilarga o'zi anglagan har qanday bir xabarning o'zini shularga qaytirish orqali mana bu ziddiyat va bo'linish, qalaymaqan gap so'z va ixtilofning oldini og'ilib bo'ldiganligiga yana bir oyatning o'zida alohida ishorat qilib o'taylik. Alloh taolo yana bir oyatda shunday aytganki: "Va iza ja'ahum amrun minal amn awil xawf." Mana bu munofiqlarning o'ziga ularga bir tinchlik va xavf to'g'risida bir xabar ularga yetsa, azau bih dedi. Ular darhol bu xabarni taqidi dedi. Alloh taolo munofiqlarning tabiatini bu oyatda bayon qilib, munofiqlarga na qo'rqinish, na tinchlikqa aloqador bo'lgan bir xabar ularga shunday yetib bo'lguchilik, bular uni darhol taqidishadi. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. Agar ki ular mushu anglagan xabarni payg'ambarga va ularning ichidan chiqqan ishchilarga, ahlul ilmga
ular uni qaytuvgan bo'lsa, shularga murojaat qilgan bo'lsa, mana hukmi qanday bo'ladi, mau qanday bo'ladi, mau to'g'rimi, xatomi, mana angladim. Buning bugungi davrda buning o'rni qanday bo'ladi? Mana buni egilariga qaytuvgan bo'lsa, la'alimahu alladina yastanbituna minhum. Mana bu kishilar albatta bu kishilarning o'zidan buning hukmini albatta bilib olgan bo'ladi dedi. Buning hukmini bilib olgan bo'ladi deb bo'lib, "Valaula fazlullohi alaykum va rahmatu lattaba'tumush shaytona illa qalila" dedi. Agar Alloh subhanahu va taolaning fazli va marhamati sizlarga bo'lmagan bo'lsa, sizlar az bir qisminglardan boshqalarning hammasi shaytonga ergashib ketib qolibdinglar dedi. Bu shaytonga qanday bo'lganda shunda anglaganlikin xabarini tasdiqlab, anglaganlikin xabarini tarqitib, musulmonlarning ichida ziddiyat, bo'linish, hatto boshqalarning ornumus, obro'yiga tegish, boshqalarning qalaymaqan g'aybatini qilish, mana bu holatda o'tirg'i chiqatdi-da, musulmonlarning orasida nurg'un ziddiyat, nurg'un bo'linish, nurg'un tafarruq, birgan o'tirg'i chiqayotgan narsamish. Har bir musulmon qarindoshlik to'g'ri so'zlayotgan, ammo qarindoshlarining haq-huquqi tajovuz qilyapti. Her bir Müslüman ixtilofni tugatib, birlish to'g'risida da'volini qilayotgan, ammo birlish uchun avval o'zi qadam bosmayotgan. Biz bugun zodi har bir masalani ahliga topshirishimiz kerak. O'z ishidan chiqqan ulamolarni qadrlash, o'z ishidan chiqqan ishchilarga ishni topshirish va ularning o'ziga anglaganlikin xabar yoki anglagan har bir narsa shularga topshirib turib, ularning yakunlab birishi va hukm chiqarib berish asosida o'zining hayot yo'lini qiliblashtırib menish mana bu ummatning chiqish yo'li. Agarki anglaganlikin xabarini qalaymiqan tarqitib, anglaganlikin xabarini tasdiqlab, ziddiyat va bo'linishni avtotqa ishimiz bo'lib qolsa, oqibatimiz shaytonga bo'lgan bo'lamiz. Tafarruqchilik, ixtilof, bo'linish, eng oxirida musulmon bilan musulmonning o'rtasida ziddiyat, musulmon bilan musulmonning o'rtasida har xil yomon kurash holatlari. Eng oxirida dushman bir tarafga qarilib qolgan, o'z ichimizning dushmanni izlab, bir-birimizning peshini tishlaydigan ish chiqib qoladi. Shuning uchun ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddas mana bu oyatning o'zidami cho'qim her qandaq anglagan narsani, her qandaq bir ishni ahliga topshirish, her qandaq bir xabarini tasdiqlashdan burun, uni aldirabdan taqitishdan burun cho'qim shu xabarning o'zini ish ahliga topshirish va topshirishning zurriyati va zururligi to'g'risida Alloh taolo sizlar bizga nihoyat buyuk xitobni qilgan bo'ldi aziz birodarlarimiz. Alloh taolo hammamizni mana bu manfaatlik ilim ahlilaridan bo'g'ili, manfaatlik ilim ahlilarining yana dinni ham tushungan, ham o'zi amal qiladigan, ummatga har zaman Qur'on sunnatga xiyonat qilmagan asosda yetakchilik va rahbarlik qiladigan, oyat hadislarni o'zining ra'yi, xohishi bo'yicha to'lg'ashdan xoli bo'lgan, har vaqt insof bilan yo'l tutishga odatlangan ahli ilmlarning peshini tutib, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Çoqum bilmesanglar ilim ahlidan soranglar degan mana bu oyatning hukmi va oyatning yo'l yo'riq prinsip asosida çoqum ashundaq olimlarning keynidan minib o'zimizning haqiqiy izzatini yo'qolgan izzatini qo'lga keltirishga Alloh muvaffaq qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.